Xo'jayinimdan oldin boshqa yigitlar bilan uchrashib yurgan qizman-da, masalan. Boshqa yigitlarim ham bo'lgan hayotimda. O'tmishingiz bo'lgan. O'tmishim bo'lgan. Men hech qachon bu narsani qanaqadir bilasizmi, sekretni ushlamaganman-da, chunki men 38 ga kirgan ayol kishiman. Va albatta 38 yoshimgacha yurmaganman. Assalomu alaykum. Gulmanda bu. Da. Bu endi to'g'risi bu. Hop. Men boshqa insonni yaxshi ko'raman, men qiynalyapman, men depressiyadaman deganda, yo farqi yo'q, nicho strashного. Meni sevgim ikkalovimizga yetadi degan. U shunchalik yaxshi ko'rib qolganmi? Shunchalik yaxshi ko'rib qo'y, halligacha. Juda ham qiyin narsa. Erkak kishiga unaqa deyishsa просто buni. Necha man chidayman, men kutib turaman kerak bo'lsa. Chidagan real. Isterikalariz ham bo'lgan. Voy, вообще. Uyga kelgim kelmasdi to'ydan keyin. Lekin biz hamma narsani uddaladik. Da, bugungi kunda biz juda ham baxtlimiz ham. Sevgi bormi? Borlik, albatta. Вообще. Qachon paydo bo'ldi? Men o'ylaymanki, где-то to'ydan keyin, где-то 4-5 oydan keyin, наверное.